Ko'pchilikda o't dimlanadi. O't dimlanish sabablari nimada? Og'iz hidlanishi, ichaklarda achchiq suv to'planishi, og'iz bemaza bo'lishi, og'iz qurishi va hokazo kasalliklar bo'lsa, yana ayniqsa qabziyat bo'ladigan bo'lsa, bunga na'matak, palisas va bir qancha mahsulotlarni damlama qilib ichsangiz ham tuzalmaysiz. Chunki buni sabablari boshqa. Ichaklarimizda, oshqozonda ferment ishlab chiqarilmasa, hech qachon siz o't dimlanish kasalidan qutula olmaysiz. Uni 10 yillab ichsangiz ham qutula olmaysiz. Men sizlarga bir muammoingizga o't dimlashdan batamom qutuladigan, men sizlarga muammoingizga yechim bermoqchiman. Bu yechim albatta mana shu mahsulotlar. Chunki bu safro ishlab chiqarishlarini me'yorida, jigarlardan hosil bo'ladigan o'sha safroni me'yorida ishlab chiqarishga sabab bo'ladigan mana Senfrovital 4. Sizda o'tingizda qachonki o't suyuqligi qo'yilib ketsa, o't ishi beradi, jigar ishi beradi va vaqtida safro oshqozonga tommaydida, ovqat hazm bo'lmaydi. Natijada ich qotadi, og'iz hidlanadi, oshqozondagi ovqatlar achiydi, bijg'iydi. Xuddi masalalarni bartaraf qilish uchun mana bu mahsulotni taklif qilaman va bularni axlatlarini, o't suyuqligini butun organizmdan chiqarib olish uchun mana bu mahsulotni taklif qilaman. Atiga 250 ming so'mga sizlarning qo'lingizga yetib boradi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Azizlar, agar siz o't dimlanishiga batamom barham bermoqchi bo'lsangiz, video so'ngidagi qo'ng'iroqlarga bog'laning va mutaxassislardan maslahatlarni bepul oling.